Yoshlar iymon tarbiyasiga muhtoj. Eminjon Toshmuhammad. Yoshlik mezgili inson umridagi eng jangovar va mo'l hosillik bir davr bo'lish sifati bilan diqqatimizni tortadi. Yoshlar bugunning asosiy kuchi bo'lgandan sirt kelgusining qurg'uvchilari va yetakchilari hisoblanadi. Chunki jamiyat cho'nglarimizning tajribalari bilan muqimlik va salmoqliqqa ega bo'lgan bo'lsa, yoshlar orqali hayotiy kuchga to'ladi. Shunga inson bu qimmatli davrni qadrlash va ahamiyatli ishlarga sarf qilish orqali kelgusini qurib chiqish kerak. Yoshlik davri qadrlanib, Allohga ibodat qilish bilan zinnatlansa, qiyomat kuni Allohning rahmatiga va arshning soyasidan bahrilanishga vasila bo'ladi va hayotiy dunyoda millat va davlatning sijil gullanishi va taraqqiyotning tayanchisiga aylanadi. Ammo agar o'z loyiqida qadrlanmasa, jamiyatga kuch emas, ig'ir yuk bo'lish bilan billa qiyomat kuni yoshligingni nimaga sarf qilding deb so'ralganda pushaymonda qo'yishi mumkin. Shuning uchun yoshlar xuddi askar jangdan burungi harbiy mashq qildirilganga o'xshash o'smirlik davri va yoshlikning dastlabki bosqichlarida ruhiy va jismoniy jihatdan chiniqtirilishi, jamiyatdan iborat bu rahimsiz janggohga loyiq tarbiyalanishi lozim. Peygamber aleyhisselam hadis şerifte bayan kılgandek her bir kişi padıcıga o'xshaydi. Allah aldida o'z mas'uliyatidan so'raladi. Bu nuqtadan millatning yetakchi rahbarlari, olim o'limalari yoshlar tarbiyasiga alohida ko'ngil bo'lishi kerak. Bo'libmi bugünkidek yosh o'smirlar xilma-xil iqim va fikrlarning o'lchisiga aylanib kelayotgan, nima qilishini, qayerga berishini bilolmay tengirqayotgan vaqtda yoshlarni tarbiyasiz qoldirish xuddi munbat tuproqni foydalanmay tashlab etganga o'xshaydi. U tuproqni tikan va o't cho'plar besib ketadi. Yoshlar ko'rinmas qafasga aylangan ona vatanimizdan biroqla hur erkin dunyoga chiqib, e'tiqod, fikr va boshqa jihatlarda ko'plagan davolg'ushlarga uchrayotdi. Iymoniy tavranish, e'tiqodiy ojizlik, fikriy bulg'anishning qurbonlariga aylanib kelayotgan bugünkidek zarur paytlarda ularni buhrondan qutuldirish va o'zini bayqab yashayolgudek holga keltirish uchun harakat qilish majburiyatimiz bor deb qarayman. Tövanda o'z vatanida jamiyat bo'ronlarida g'angarab qolgan, qaymog'ish dengiziga g'arq bo'lib, o'zining tumanliq kelgusidan ansirayotgan bir musulmon o'smirning bayonlariga, ko'ngil so'zlariga quloq solish bilan billa muhojiratdagi yoshlarimiz haqida o'ylanib boqaylik. U mundaq deydi: "Men ko'pincha ahamiyatsiz o'yin tomoshaga berilgan, kino filmlarga maftun bo'lgan, ba'zi jamoatdan boshqa vaqtda namoz o'qimaydigan, hech qanday bir muhim g'oya planlari bo'lmagan, Qur'on suralarini ko'rib boqmagan, balaliq davrida anglagan cho'chaklardan boshqa kitoblar bilan hech uchrashmasdan tuyuqsizla yoshlar qatoriga o'tib, xilma-xil yuzlanish va tanlashlarga duch kelgan bir musulmon o'smirman. Bu bosqichdagi musulmon o'smirlarda ko'p yaxshilik bor. Ular sap niyatlik, sabrchan, intilishchan, lekin ko'ngil bo'lishga, yordam qilishga va yo'l ko'rsatishga to'liq muhtoj. Agar men o'tkazib o'tgan vaqtimni bir kalima so'z bilan ifodalasam, zoya bo'lib ketish degan so'zga yig'inchoqlagan bo'lardim. Men zodi kim? Men kelgusida nima bo'lishim kerak? Qanday qilganda ko'z oldimdagi quyuq tumanni yerib, kelgusimga nazar sola olaman? Qanday qilganda men yaxshi qila oladigan, men yaxshi ko'radigan shu narsani tunib yetaman? Mana bu qimmatli savollar meni amalsiz qoldirdi. Javobingizni kutaman. İştirakçınız Tilal. Mana bu oddiy bir musulmon o'smirning ma'lum bir da'vatchiga avatgan maktubi. Bu bir o'zini izlash bosog'isida qiynalib o'smirning nidosi. Undaqda o'zini bayqashni bilanmagan, dunyo va oxirat kelgusi o'zining vazifasi haqida tafakkur qilib boqmagan o'smirlarning ahvoli qanday bo'lib ketadi? Bu o'smirlardan jangovar yoshlarning, yaramli qiz-yigitlarning yetishib chiqishini kutgil bo'lamdi. Shunga biz yoshlardan ig'ir va ulug'vor vazifalarni kutishdan ilgari yoshlik davriga qadam bosqichi iymoniy, axloqiy, ruhiy va jismoniy jihatlardan ularning yetilishiga yordam qilishimiz, yoshlik safari uchun eng esil ozuqlik bo'lgan taqvolik bilan oziqlantirishimiz kerak. Bo'libmi yoshlar har turli e'tiqodiy to'salg'ularga uchrayotgan, ilmonizm ideyasi hamma yerni qoplagan bugungi kunda yosh o'smirlarga zarur iymon tarbiyasi berish orqali sap iymon, durust e'tiqodga ega qilib tarbiyalab chiqishimiz ta'xirsiz masalalarimizdan biridir. Bu ham Payg'ambar alayhisolamning tarbiya uslubidir. Payg'ambar alayhisolam dastlabki da'vatini iymon kalimasi bilan boshlab, to'g'ri iymon, sog'lom aqidani asos qilib tarbiya etib borgan edi.
Darul Arqam iman madrasasida sahabi kiramlar hammadan burun iman o'rgatdi. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu bu haqda hadis rivoyat qilib mundoq deydi: Biz o'smir vaqtimizda payg'ambar alayhissalom bilan ham suhbat bo'ldik. Biz Qur'on o'rganishdan burun iman o'rgatdik. Ondan Qur'on o'rgandik. İmanımız teximiz ziyoda bo'ldi. Bu uslubda tarbiya olgan yosh sahobalar din yo'lida insoniyatni zalolat patqoqlaridan qutqizish uchun har qanday qiyinchilik, zulmlarga bosh egmay, gigani tog' kabi mustahkam turdi. Arqam ibn Arqam, Ali ibn Abu Talib qatorliq iymon maktabining yosh o'smir sahobalari islomning shonliq muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirishda nihoyat zo'r tuhfalarni qo'shdi. Arqam ibn Arqam 12 yaşında musulmon bo'lib, hech qo'rqmasdan o'zining uyini islomning eng dastlabki iymon maktabiga aylantirib oldi. Ali ibn Abu Talib hijrat safarida Rasulullohning o'rnida mushriklarning qilichi ostida yetishga jur'at qila oldi. Shundaqla hayotining oxirigacha botirlik ko'rsatib, iymonning, to'g'ri e'tiqodning kuchini namoyon qilgan 4 xalifaning biri bo'ldi. Bugungi kunda Uyg'urlar dunyoning har qaysi joylarida har xil din, har xil madaniyat, turli iqlimlarning ta'siri ichida dindan ayrilgan ma'rif sistemalarida o'qiyotdi. Islom ta'limotlari bilan uchrashish fursati yo'q bo'lgan, agar bo deyilsa, ojiz yoki burmulangan islom tasavvuri bilan tarbiyalanayotgan bu yosh o'smirlar sog'lom iymoniy tarbiyaga to'liq muhtoj. Bu yerda maqsad qilingan iymon til bilan deb qo'yish, bir qancha aqida kitoblarini o'qitib qo'yish bilan bo'lmaydi. Balki yosh o'smirlar qalblari bilan tasdiqlagan o'y, fikr va ish harakatlarda aks ettirgan, ularni yomon illatlardan to'sib yaxshilikqa boshlaydigan qalb harakatini ko'rsatadi. Islom ulamolari bu ummat faqat ajdodlari mangan yo'lga mangmog'icha, ya'ni Qur'on va sunnatga mustahkam esilmoqchi isloh bo'lmaydi degan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning qilgan jihodlari, sahoba kiromlarning fatihlari, Salohiddin Ayyubiyning Falastinni fath qilishi, Fatih Sultan Mehmed Xonning Istanbulni fath qilishi va yoki islomning ilm-fan, binokorlik, tibobat va boshqa sohalarda taraqqiy qilgan bosqichlarining musulmonlar iymon va e'tiqod jihatda eng kuchlangan, iymon taqozosi bo'yicha amal qiladigan vaqtga to'g'ri keladiganligini bayqaymiz. Bu nuqtani 14 asrlik shonliq islom tarixi nihoyat ro'shan yo'ritib beradi. Salohiddin Ayyubiy Qudusni fath qilishdan ilgari komil va sog'lom iymonlik sahobalarga o'xshash bir qo'shoni bo'lishi kerakligini tunib yetib, ayni vaqtdagi ozg'un Shia mazhabidagi Azhar masjidini sop ahli sunnat va jamoat aqidasidagi bilim markaziga o'zgartgan va Misrdagi yangi islom shahri Fustatda Şafii ve Maliki mezhebi bo'yicha mağdigan Nasir madrasasi va Komil madrasasini qurib chiqqan. To'g'ri islom aqidasi bo'yicha berib berilgan ta'lim-tarbiya natijasida to'limi jangovar, islom uchun shahodat sharbati ichishni g'oya qilgan islom qo'shini qurib chiqib, bir asrga yaqin ishg'oliyat ostida qolgan Qudus zaminini fath qilish sharfiga erishgan. Fatih Sultan Mehmed Xon Istanbulni fath qilganda 23 yoshlik bir yigit edi. Ammo kichikidilla uning qalbiga Istanbulni fath qilish urug'ini chachqan, islom muhabbati bilan oziqlantirgan Ahmad ibn Ismoil Kavroniyga o'xshash o'z davridagi katta Rabboniy ulamolarning tarbiyasida islomiy tarbiya olganlik uchun taqvodor va kuchli iymonga ega bir komil musulmonga aylangan edi. Ustozi Oqshamsiddin uning Istanbul cho'qim fath bo'ldi. Uni fath qilgan qo'mondan nima degan yaxshi qo'mondan, uning qo'shoni nima degan yaxshi qo'shin degan hadisni aslatib turg'achqa, u Istanbulning cho'qim fath bo'lganligiga ishongan va uni fath qilguvchi bo'lish irodasiga kelgan ekan. Shundoq qilib, milodiya 1453-yili payg'ambar alayhisalom xush bishorat bergan yaxshi qo'mondan bo'lish sharfiga erishgan. Vatanimizning mustaqillik kurashlariga qaraydigan bo'lsaqmi, Barin jihodining yo'l boshchisi Shahid Zaydin Yusuf, G'ulji 5 fevral harakati yo'l boshchisi Shahid Abduxalilga o'xshash yigitlarning sog'lom e'tiqod va komil iymonning natijasi ekanligini ko'rib olamiz. Komil iymon egasi zulmga qarshi turadigan, haq uchun har zaman qimmatli jinini bera oladigan, haqda mustahkam turadigan, e'tiqodiga, vatan so'ygusiga, Allohning zaminni zulmdan, kufrdan tozalash irodasiga ega bo'ladi. Yashasa Alloh uchun, ummat va millatning manfaati uchun yashaydigan, o'lsa Alloh uchun, ummat va millat uchun o'lalaydigan, dinning, vatanning izzati va sharafini o'zining izzati va sharafi deb biladigan oliy janob ruhga ega bo'ladi. Shunga millatni isloh qilish, yoshlardan buyuk g'oyalarni kutish, ularga og'ir vazifalarni yuklashdan ilgari yoki ularning buzilib ketganligidan qo'rqishdan va ularni ayblashdan ilgari yoshlik musobaqasiga qadam qo'ygan yosh o'smirlarning iymon tarbiyasiga alohida ko'ngil bo'laylik. Yosh o'smirlar oq qog'ozga o'xshaydi.
ularning durdonalar yezilib kishilar qadrlaydigan kitobga aylanishi va yoki qalaymaqon sizlab axlat chelaklarga tashlanishi atrofidagi tarbiyalanuvchilar va tarbiyalangan muhitga bog'liq. Shunga payg'ambar alayhissalom har qanday buvoq islom ustida tug'iladi. Uning ota-onasi uni nasara qiladi yoki yahudiy qiladi va yoki majusiy qiladi degan ekan. Yoshlarning taqdiri millatning kelgusi, jamiyatning, ota-onaning va millatning ma'naviy otalari hisoblanadigan yetakchilarning qo'lida.